alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan ushbu nomli challenge'imizni bugun 92-kundamiz. Yangi hikoya aytib beraman. Bir inson bo'lgan ekanda tunu kun ibodat qilar ekan. Ya'ni ovqatlanar ekan, ibodat qilar ekan. Yana ovqatlanar ekan, yana ibodat qilar ekan. Bir kuni shayton alayhilani uni yo'ldan urmoqchi bo'lib, bir nuroniy qari inson ko'rinishida yoniga kelibdi-da, do'stim debdi. Senga o'xshab ibodatga berilishdi. Senga o'xshagan bir bu hayotda yo'ldosh topishdi, birgalikda ibodat qilishni niyat qilib yurgandim deb do'st bo'lish taklifini berdi. Haligi inson "Xo'p" debdi. "Sen bilan do'st tutaman" deb do'st bo'lib, shayton bilan bilmagan holda odam ko'rinishidagi shayton bilan do'st bo'lgandan xursand bo'ldi. Ikkovsi ibodat qilishar ekan, haligi odam qahramonimiz ovqatlanar ekan, ibodat qilar ekan. Shayton esa hech charchamaydi ekan, ovqatlanmas ekan, faqat kun-tun ibodat qilar ekan. Oxiri so'rabdi. Deb, "Sen bu martabaga qanday erishding? Buni siri nimada? Ovqatlanmaysan ham, dam olmaysan ham, faqat ibodat qilasan" desa. Aytgan ekanki, "Buni sirini aytaymi senga? O'rganishni xohlaysan" desa, "Xohlayman" debdi. "Nima qilishim kerak" desa, "Bunday martabaga chiqishing uchun birinchi katta gunoh qilishing kerak" desa. Masalan, odam o'ldir" debdi. "Qo'limdan kelmaydi bu ish" debdi. "Unda zino qil" debdi. "Bu ham qo'limdan kelmaydi, bunday qila olmayman" desa. "Unda aroq ich" debdi. "Keyin tavba qilasan, shu bilan shu martabaga erishasan" debdi. "Aroq ichsam faqat o'zimga ziyon keltirsam kerak, bir ichaman, tavba qilaman" deb turib mayxonaga bordi. Mayxonaga borib may ichib hamda sarxush bo'ldi. Sarxush bo'lgandan keyin mayxonaga borganda tabiiyki may sotuvchi ayol ko'ziga bir chiroyli ko'rinibdi. Xullas, u ayol bilan zino qilibdi. Shayton undab turibdi, zino qil deb. Keyin bu qilgan ishini, ya'ni bu inson zino qildi degan gap tarqalmasin deb u insonni, ya'ni ayolni o'ldiribdi hamda ko'mib yuboribdi bir joyga. Oradan vaqt o'tibdi, qilmishi, ya'ni haqiqat yuzaga chiqibdi, uni dorgab kelishibdi. Dorgab kelib osamiz deb turishsa, shayton ham yetib ketdi odam ko'rishinde. "Seni deb bo'ldi barchasi" desa, "Bundan qutulishni xohlaysanmi" debdi, ya'ni dordan desa. "Ha, xohlayman" debdi. "Unda menga sajda qil" debdi. "Bo'ynimda arqonim bor, qanday sajda qilaman" desa, "Ishora qil, shu yetadi o'zi menga" desa. Ishora qilibdi unga sajda qilganligini. Hamda oxirida, so'ngida iymonidan ham ajralgan holda bu dunyodan tark etibdi. Shuning uchun har bir amalga bilim kerak. Bilim muhim bo'ladi. Agar shuncha taqvo, shuncha ixlosi bilan ozgina bilim ham bo'lganda, bunday holatga tushmagan bo'lardi. Ya'ni biror bir martabaga erishish uchun gunoh qilish kerakligini anglagan bo'lardi, bilimi bo'lganda. Yomonlikka, yaxshilikka yomonlik orqali erishib bo'lmaydi. Buni ham bilish uchun bilim kerak ekan. Agar insonda bilimi bo'lmasa, bu hayotda ko'p aldanib qolishligi mumkin ekan. Shuni ulashib berganim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.